Assalomu alaykum hurmatli narpeliklar, hurmatli bizning obunachilar. Biz hozir Otabek akaning yoniga kelganmiz. Karate Nurxat sporti bo'yicha bolalar shu yerda shug'ullanayotgan ekan. Batafsil ma'lumot olamiz, yana tushuntiramiz. Keling. Otabek aka, bu qanaqa sport turi endi hozir? Bu karatening Shinkai turi. O'zbekistonda nomi Nurxat deyiladi. Nurxat, yozib qo'ygansiz, plakat chiqarib qo'yibsiz, to'g'rimi aka? Nurxat degan so'zning ma'nosi Nurchi Hasan degan ma'noni anglatadi. Nur bu yorug'lik, xas esa karate asosini nomiga bag'ishlab qo'yilgan. Aka, bu sport turiga hozir bolalarni necha yoshdan olasiz endi? Bolalarni 5 yoshdan yuqori bo'lgan o'g'il va qizlarni qabul qilamiz va 30 yoshdan oshganlar uchun imtiyozlarimiz bor. Ularga mutlaqo bepul. Haftada 3 kun, seshanba, payshanba, shanba kunlari. 3 kun, ha? 3 kun, soat 5 dan 6:30gacha. Bemalol kelib Otabek akamga murojaat qilsalaringizda, opalarim, akalarim sizlarga yana batafsil ma'lumot tushuntiradi. Hammaga chegirma bor, aka, xudo xolasa. Chegirma bor. Yosh kattalarimizga mutlaqo tekin. Sizga chegirma bor, agar siz zaif kelsa. Bunday qulaylik hali hech qayerda bo'lmasa kerak.